Navbatdagi testimiz bu skew deviation, ya'ni qiya og'ish testi hisoblanadi. Bu ko'zni vertikal holatdagi g'ayritabiiy turib qolishi hisoblanadi. Bu holat qachon bo'ladi? Miya stvoli yoki miyachadagi patologiyalarni aniqlashda bu testdan foydalanamiz. Demak, qiya og'ish testi o'zi nima? Demak, bir ko'z va ikkinchi ko'zga nisbatan pastga yoki tepaga bo'lib qolishini bu o'sha qiya og'ish holati deyiladi. Bunda muammo o'sha ko'zni harakatlantiruvchi muskullarda emas, ya'ni o'sha miyani o'zida markaziy muammo sababli kelib chiqishi mumkin. Bu test qanday o'tkaziladi? Demak, bemordan bir nuqtaga qarash so'raladi. Tekshiruvchi shifokor ko'zni navbat-navbati bilan bir ko'zni bekitadi va ikkinchi ko'ziga o'tadi. Shu holatda yumilgan ko'z ochilganda bir nuqtaga qarab turgan bo'lish kerak. Bordi-yu bu ko'z yuqoriga yoki pastga oqib tushib qolgan bo'lsa, skew deviation testi bizda musbat hisoblanadi. Bu ham o'sha boshqa simptomlar bilan birgalikda qo'llash kerak, chunki sezgirligi nisbatan past, lekin spesifikligi ancha yuqori test hisoblanadi. O'sha Hins testi qatoriga kiradi. Bu holat bemorda kuzatilsa, biz o'sha insult haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Skew deviation musbat bo'lgan bemorlarda ba'zan boshni qiyshaytirib olish holatlari ham kuzatiladi va zararlanish joyiga qarab ko'zni og'ish nuqtalari ham biroz farq qilishi mumkin.